Assalamualaikum hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qısqan qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Mongoliya baş ministri Xitay Tashqi ishlar ministri bilan ko'rishgan. UPI xəbər torining 14-iyun kunidagi xabarda aytilishicha, Xitay Tashqi ishlar ministri Wang Yi Mongoliyaga ziyoratga kelib, baş ministr Oxnagin Xorelsov bilan ko'rishib, ikki davlat o'rtasidagi ikki taraflik munosabat va ishonchni kuchaytirishning muhimligini ta'kidlagan. Oxnagin Xorelsov ko'rishda Xitoy bilan bo'lgan hamkorlik va yaxshi qo'shnilarchilik munosabatining Mongoliya tashqi siyosatining muhim taraflari ekanligini bildirgan. U Mongoliyaning davlatlar o'rtasidagi muqimlik va hurmatni aks ettirgan bir Xitoy prinsipiga bo'lgan sodiqligini qayta ta'kidlagan. Wang Yi o'zaro ishonchning har qaysi sohalardagi hamkorlikning asosi ekanligini, Oxnagin Xorelsov Xitoy bilan yaxshi qo'shnilarchilik munosabati va ikki taraflik hamkorlikni taraqqiy qildirishning Mongoliya tashqi siyosatining oldingi o'rinda turadigan vazifasi ekanligini aytib, Xitoyni Mongoliyaning asosli iqtisodiy hamrohi deb tasvirlab, bu yil ikki davlat o'rtasidagi savdo summasining 20 milliard dollarga yetishini umid qilganligini, savdoni oddiylashtirish, savdo iqimini ko'p xillashtirish va ul asliya turlari orqali aloqani kuchaytirish tadbirlarining konchilik sohasidagi hamkorlikqa tuhfa qo'shadiganligiga bo'lgan umidini ifodalagan. Baş ministr yana Mongoliyaning Xitoy mablag' solg'uvchilar uchun texmo qulay savdo sharoiti yaratish orzusini bildirgan. Xitoy Mongoliya bilan taraqqiyot strategiyasini moslashtirishga va bir balvoq bir yo'l tashabbusi doirasida yuqori sifatli hamkorlikni birlikda taraqqiy qildirishga, shundaqla Mongoliyaning ikki taraflik va rayon xarakterli hamkorlik fursatlaridan foydalanishga yordam berishga tayyor ekanligini bildirgan. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandi bununğa inkos qaytarib, Beyjingni tinchlandirish uchun Mongoliya prezidenti Janubiy Mongoliyada mustamlakachilik ishg'oli va qirg'inchilikqa duch kelayotgan 6 milliondan ortiq Mongolni setib etib qolmay, balki Şərq Türkistan va Janubiy Mongoliyaning saboqlarini nazardan soqit qilib, Mongoliyaning o'zining kelgusini setyotidi. Qo'lingizdan kelishicha Xitoy imperializmiga qarshi turing dedi. Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabining boshlig'i parlamentga bergan shaxsiy dokladida Xitoyning urush tahdidiga aloqador jiddiy ogohlantirish bergan. Washington vaqti xabar torining 16-iyun kunidagi xabarda aytilishicha, Washington vaqt gazeti qo'lga tushirgan Amerika parlamentiga sunilgan dokladga qaraganda, Hindi Tinch okean qo'mondonlik shtabining qo'mondoni parlamentni Xitoy bilan bo'lgan urush xavfining oshayotganligi va Amerika armiyasining to'qinishining oldini olish uchun yangi qurol-yarog' va iqtidorlarga jiddiy ehtiyojli ekanligi to'g'risida ogohlantirgan. G'arbiy dengiz qirg'og'idan Hindistongacha so'zilgan qismlarning eng yuqori darajalik Amerika harbiy qo'mondoni Admiral Sam Paparov parlamentni yangi boshqarilgan bombalar uchun 67 milliard 400 million dollar, Xitoyning harbiy kontrol sistemasiga qarshi turish uchun 18 milliard dollar, olam bo'shlig'idagi boshqarilgan bombadan ogohlantirish sistemasi va urush maydonini nazorat qilish sensorlari uchun 15 milliard dollar, dengiz, suv osti va quruqlikdagi uchquchsiz aeroplan qurollari uchun 2 milliard 300 million dollar mablag' selishni tasdiqlashni talab qilgan. Qo'mondonlik doklati 2021 moliya yili mudofaa qonuni bo'yicha tunji qatam talab qilingan Tinch okeanni cheklash tashabbusi deb ataladigan program uchun har yili takrorlanadigan qattiq mustaqil harbiy bog'lash bo'lib, bağlash qurol setib olish planlarining tafsilotlarini hamda maxfiy saqlangan, taraqqiy qildirilgan yoki yaqinda oshkorlangan nurg'ulg'an sistemalarni, jumladan ilg'or elektronlik urush qurollari va ovozdan tez boshqarilgan bombalarni aniqlashni o'z ichiga oladi ekan. 4 milliard 500 million dollarlik Tinch okean davlat mudofaa strategiyasi programmasining bir qismi sifatida Admiral Paparov Guam mudofaa sistemasi uchun 909 million dollar talab qilgan. Bu sistema Xitoyning ballistik, ovozdan tez va dengiz sayohati boshqarilgan bombalarga qarshi tura oladi ekan. 6 aprel kuni parlamentga yo'llangan doklad parlamentning 2027 moliya yili mudofaa xarajati qonun loyihasini tuzishiga yetakchilik qilish uchun loyihalangan maxfiy xulosa hisoblanadi ekan. Pentagon 1 trillion 450 milliard dollar talab qilmoqda bo'lib, bu 1 trillion 100 milliard dollarlik ixtiyoriy huquq va yana 350 milliard dollarlik majburiy xarajatni o'z ichiga oladi ekan. Admiral Paparov 221 betlik dokladda rayon uchun zarur bo'lgan qurollar, yangi aloqa va josuslik sistemalari, mashq programmalari va harbiy ul asliyalarni bayon qilib,
Hindistonning Tinch okean rayonidagi bexatarlik muhiti texmo xatarlik bo'lib, to'qinish va krizis xavfining eshishi bilan belgilanyotidi degan. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoyning harbiy armiyasi, ya'ni Xalq ozodlik armiyasi turli qismlari umumyuzlik tarixiy kengayish elib bormoqda va Tayvanni qo'shib olish Amerika va ittifoqdosh davlatlarning mudofaa iqtidoriga qarshi turishdan iborat ikki asosli vazifa uchun mashq qilmoqda ekan. Admiral Paparo Xalq ozodlik armiyasiga 2027-yilgacha demokratik boshqarilgan orolga qarshi harbiy harakatga tayyor turish buyrug'i berilganligini aytgan. Dokladda yana Pentagonning Amerikaning G'arbiy Tinch okean oroli va hozirgi harbiy markazi bo'lgan Guamga hujum xarakterli boshqarilgan bomba o'rinlashtirishni planlayotganligi oshkorlangan. Bu yerda keng ko'lamli bir gavdalashgan havo va boshqarilgan bomba mudofaa sistemasi qurilayotgan bo'lib, Paparo'ning aytishicha, bu mudofaa sistemasi yana kelgusidagi hujum iqtidorining asosini ta'minlaydi. Trump hukumati Xitoy vakolatchilari tarafidan Amerikaning maxfiy uchurlarini nishon qilish uchun ishlatilganligi ilgari surilgan torbatlarni qo'lga tushirgan. Kundalik chaqiruvchi xabar to'rining 10-iyun kunidagi xabariga qaraganda, Amerika hukumati o'tgan chorshanba kuni Xitoy hukumatining gumonli vakolatchilari tarafidan Amerika bexatarlik tekshirishidan o'tganlarni nishon qilish uchun ishlatilganligi ilgari surilgan 13 soxta ishga elish torbatini qo'lga tushirgan. Amerika Adliya ministrligi o'tgan chorshanba e'lon qilgan bayonotda gumonli vakolatchilar 2023 yil noyabrdan boshlab maslahat berish shirkati torbatlarini qurib, odatdagi maslahat berish xizmatlari uchun e'lonlarni yo'llaganligi aytilgan. Bu e'lonlarda hozirgi va sobiq Amerika hukumati, shundoqla harbiy xodimlarni aniq bo'lmagan xaridorlarga kasbiy bilim berish uchun ishga elish niyati ko'rsatilgan. Sud hujjatlariga qaraganda, bu suiqasdchilar ijtimoiy taratqular, xizmat e'lonlari va Xitoy Kompartiyasi uchun muhim masalalarga munosabatli e'lonlarni o'z ichiga olgan ishga elish usullari orqali ishga olgan. Bayonotda e'lonlarda shaxslarni ishga elish uchun taxalluslar, sun'iy aql ta'minlangan rasmlar va o'g'irlangan kimliklar ishlatilganligi ilgari surilgan. Bu soxta xizmat e'lonlarida yuqori darajalik analizchi va xalqaro munosabat maslahatchisi qatorliq o'rinlarning borligi ilgari surilgan. Adliya ministrligining bildirishicha, bu plan aktiv va sobiq bexatarlik ruxsatiga ega bo'lganlarni, shundaqla hukumatning maxfiy uchurlariga erisha oladigan boshqa fuqarolarni nishon qilgan. Ayblashda suiqasdchilar nomzodlarga rasmiy mas'uliyatiga xilof holda ichki manbalardan kelgan maxfiy dokladlar va uchurlarni oshkorlashga besim ishlatgan. Ular yana chet eldan pulni Amerikada turishliq hisobotlarga yo'tkagan va shifrlangan applarni ishlatgan. Adliya ministrligi ayblanuvchilarning chet el hukumatlari bilan bo'lgan aloqasini rad qilganligini bildirgan. Davlat bexatarligi bosh taftishining yordamchisi John Eisenbergning aytishicha, qo'lga tushirilgan hujjatlar chet elliklarning amerikaliklarni qanday qilib oson pul tepish va'dasi bilan qo'g'dilgan maxfiy inchki uchurlarni oshkorlashga qiziqtira oladiganligini tushuntirdi ekan. Washington Federatsiya tekshirish idorasining qarshi istihborot va to'r hujumlari jinoyatiga mas'ul alohida xodimi Daniel Verzbeki Xitoy hukumatining uzundan buyon soxta shirkatlar va soxta xizmat e'lonlari orqali Amerika hukumat xizmatchilarini foydalanishga urinib kelganligini, bu kontrol qilishning soxta torbatlarning amerikaliklarning maxfiy uchurlariga erishishini nishon qilish uchun ishlatilishining oldini olganligini aytgan. Aman bo'l, ey qadrdonlik. Abduri Burhan Muhammad. Növbətdəki hal əhvalımız mənzərə cəhətdən izahlash bəkmə murakkab və qiyin bolğan, amma düşünüşni ixtiyar qılğan hər bir көңіл egisi көңлінің çoğunqur qetidən his qılıb yetələydigan bir holatda turubduq. Xususan, yaqinqi 10 yillik kechirmishlarimizni o'tmishdan bugunga kelib xuloslasak, nimani qadrlab, nimani qadrlamaganligimizni aks ettiradigan bir manzarani ko'ra oladiganligimiz yurakka qo'l silishga jur'at qilgan har bir samimiyat egisi uchun ayon va bayondir. Qadr haqida o'ylanganimizda darvaqa aslimiz xuddi naslimiz misoli pok va qadrli edi. Birimiz yana birimiz uchun qadrli edik. Omonat edik. Qadrdonlik bizni bir arada tutib turadi. Janobi Haqning barcha mu'minlar qarindosh deb chaqirgan ilohiy yorliqi biz uchun go'yo barcha mu'minlar bir-biri uchun qadrdondir deb qabul qilingandek edi. Tüpmandan aytganda biz ham qadrdosh ham taqdirdosh edik. Qadr va iymon qadriyat jihatdagi ustunligimizning manbasi, yiltizi edi. Shundaqla taqdirimizni chetishtiruvchi rishta, millat sifatidagi birligimizni himoya qiluvchi va bir arada tutib turuvchi qo'rg'on edi.
Nimagadir qadrlalar bizdan yiroqlab ketdi. Aramız yiroq, orliqimiz uzoqlashdi, bo'lindi. Barbara qadriyatlar igi chaqsizlashdi. Natijada qadriyatsizlashga boshladik. Qadriyatsizlashdik. Qadrimizni saqlashni bilmadik va yo'qotilishga yorug'dak nimamiz qolgan bo'lsa, giz kelganda bir-birlab biroqla yo'qotib qarab o'tirdik. Qadrlashga tegishliki qadrlay olmas bo'ldik. Nima qadrlik va nima qadrsiz edi ayriy olmas holga keldik. Barbara qadrdonlarimizdan ayrildik. Chin gap shuki, hammaning qadri o'tildi. Ana qadri, ota qadri, aka qadri, uka qadri, ochi va singil qadri, farzand qadri va yurt, makon qadri. Qadr-qimmat aslida bizda bebaho edi, orzuliq edi. Kuni keldi, hamma qadriyatlarimizning qismati kabi qadrning o'zimi arzonlashib ketdi. Narxi tushdi, setildi, chiridi, buzildi. Asırmoqchi bo'ldik, ammo hastalandik. Tirildirmoqchi bo'ldik, ammo o'ltirib qo'ydik. Dafna qilay dedik, yo ko'malmadik. Yoki qo'shilib ko'milalmadik. Ketdik, qaytalmadik. Keldik, kelolmadik va yoki ketalmadik. Qudrat qadrlanishdan tug'iladigan kuch edi. Qadrdonlik bo'lsa, qudratni zo'raytuvchi, qadr-qimmat unchilarini bir-biriga chatquchi, uzilmas va yengilmas kuchni o'zaro tutashtirib turguchi rishta edi. Nimishqidir rishtalarni pora-pora etdik. G'aflatda intilguchilarga, g'aflatlik kechmishni seg'ing'uchilarga, g'aflatlik davrini tushakiguchilarga aylandik. Nihoyat shu bo'ldiki, qadr va qadriyat xotirimizdan xiralashdi. Qadrdonlik suslashdi. Qadrini tonimas bo'ldik, bilmas bo'ldik. O'tmishdimi, hali hammo. Aytilgandek ketgan kelmaydi bo'lishi kerak bo'lgani aman bo'lmay qo'ymaydi. Balkim agar yangidan qudrat tepish fursatimiz bo'lib qolgan taqdirda, buning birinchi qadamining qadrsizlarcha yashagan, g'ofillarcha o'tkazayotgan ashu qadrli kunlarimizdan kechirim so'rashdan boshlasak, xatolashmasak kerak. Shunga kishi ba'zida rostilla deyishga yuzimiz bo'ladigan pushaymonni tan olishning va o'zgarishni boshlashning birinchi ifodasi qilishga bo'ladigan kechirdan iborat birla so'zimiz qolgan chig'i demay turolmaydi. Shundoq, kechir ey Rabbim, kechir ey qadrdon ona, qadrdon dada, qadrdon qarindosh, qadrdon yurtdosh, qadrdon do'st, qadrdon qavm, qadrdon Uyg'ur, qadrdon xalq, qadrdon ey ona vatan. Senmi shu ey dil sohibi, senmi ham kechir va qadrla. Belki qadrlasang arziydigan va qadrlashdan kechikmaydigan yana nurg'ulg'an qadrlashlar sening qayta tirilishingga intizor bo'lmoqda. Hali ham bizga o'zimizdan boshqa qadrimizni qiladigan Tangridan o'zga yor yo'likimizning qolmaganligini, yo'qligini eslatadigan qadrdonlarimiz, qadriyatlarimiz borligini asla. Unutmag'inki, qadrdan qudrat, qudratdan taqdirimizga ta'sir ko'rsatadigan qadamlar borliqqa keladi. Buni qo'lga keltirishdagi birdan-bir chiqish yo'limiz bo'lsa, bo'shashmaslik, asga elish, umidvor bo'lish va aslo voz kechmaslikdir. Shundoq, kechirgin ey qadrlarim, omon bo'l ey qadrdonlarim. Bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.